Hozir sizlarga ikkita video qo'yib beraman, faqat kommentariy yozmay turinglar. Keyin yozasizlar. Bugungi jamiyatga mavjud bo'lgan sinfdoshlarning eng og'riqli muammosi nima? To'planishdi aka. To'plangandan keyinchi. To'plangandan keyin shotda. Shotda. Sizlarda ham bo'ladimi shunaqa narsa? Sizlarda ham bo'ladimi? Yozib qo'yinglar tagiga. Ava aka o'zi bizni Yozib qo'yinglar, kim shunaqaligi qanaqa qiliqlari bor sizlarning ichida, ba'zi sinfdoshlarning ichida kommentda yozib qoldiringlar. Vaqtinglar, endi ikkinchi videoni ko'ringlar. U vahshiy boshqacha. 35 yillik faoliyat davrida ko'p janozalar o'qildi. Eng og'ir janoza o'zingni sinfdoshlaringnikini o'qish. Eng yomon bo'ladi bu. Men sinfdoshim o'tgan joylari bo'lgan. Xalq oldiga chiqqanda gap kelmayapti-da. O'sha bolalik esimga keldi. O'sha kuni tobut tepasida turibmiz. Maktabda o'sha chopib o'ynab yurgan davrlar kelyapti esga. Shu bola shundoq bo'ldi, meni oyog'im ustida yotibdimi? Hazrat Umar aytar ekanlar. Bugun men janozani o'qidim, ertaga Hazrat Umar o'ldirilsa ajablanmaylar. Ertaga navbat menga ham keladi. Eng og'ir o'zingni sinfdoshing, o'zingni ulfatingni tobutini ko'tarish, janozasini o'qish. Eshitdinglar, sinfdoshlar, shuning uchun bir-birimizni unaqa ko'p ham qiynamaylik. Ko'rishaylik desa sinfdoshlar, yig'ilaylik desa yig'ilib turaylik. Hammamiz bir-birimizga g'animatmiz-da. U Alisher og'alar ham gapirayotgan gap bekorga emas. Qobulqor aka mana gapiryaptilar. O'zingizlar bir xulosa qilib, fikringizni kommentariyada yozinglar. Agar gapim noto'g'ri bo'lsa aytinglar. Menimcha, qancha ko'p ko'rishib, qancha ko'p oqibat qilsak, shuncha yaxshi bo'ladi. Bahonalar qilib, chiqolmayman, o'tim og'riyapti, bo'tim og'riyapti deb har xil yemagan bahonalarni qilishni to'xtatish kerak-da. Sinfdoshlar hech bo'lmasa bir 20 kunda bir marta, 2 haftada bir marta ko'rishib turish kerak.